Assalomu alaykum. Bizani kuzatib boruvchi YouTube kanalimiz a'zolari, bugungi manzilimiz Toshkent tumani ATP mahallasida bo'lyapti. Toshmini postidan 6 kilometr, Mehnat postidan bir 5,5 kilometr chiqadi. Ikkita tarafdan kirib kelsanglar bo'ladi. Keles mostidan ham kirib kelsanglar bo'ladi. Yo'l yuziga tushgan hovlimiz hozir bitta ko'rsataman. Maktab, bog'cha, hamma kommunikatsiya bor. Eng qizig'i hamma magazinlar bor. Suv faqat haftada 2 marta keladi. Mana shu fasadga tushgan hovlimiz sotilyapti. Hali ichkariga yana 5 tasi tushgan, hali ular bitmagan. Imенно mana shu fasadimizni srochna arzon narxda sotib yurishyapti. Bitta ko'ramiz, baho berib qo'yasiz, like va podpiska esdan chiqmasin. Hovlimiz tayyor holatda, faqatgina lyustra ilasizlar, mebel texnikani olib kirib yashayverasizlar. 4 xona, 5 xonani puliga tayyor sizlarga hovli. 2 sotu 7 ta xona. Mana shu podvalimiz oshxona bilan hovli teng, kattagina podval qilingan, katenniy podvalga joylashgan. Ko'rasizlar, tayyor hovli, fasadlari bitgan. Uylarni bitta ko'rsataman, ko'rasizlar. Xudo xolasa kelib baraka qilsanglar bo'ladigan joyi. Transport yaxshi yuradi bu yerdan. Kirganimizda kattagina koridor ko'rib turibsizlar. Sirazi o'ng qo'lda oshxona boshlanadi. Oshxonamizga ham bemalol kuxnyani joylab yashayversa bo'ladi. Zal, mehmonxonamiz ham kattagina, kichkina emas. Bu qurilish yaxshi qurilish qilingan, 100% pishgan g'ish. Sesmalarni, betonlarni moshina qilib qo'yishgan ekan. Bunaqa mendan ketguncha, egasiga yetguncha degan narsa yo'q. Orqa hovlini ham kattagina qoldirib ketishgan. Video davomida hammasini ko'rsatib ketaman. Bu bolalar yotoqxonasi, birinchi qavatniki. Tepada yana 3 ta spalni, yana bitta zali ham bor. Bu yog'imiz общий sanuzel birinchi qavatniki. Orqa hovlini ko'rsanglar bo'ladi. Bemalol bitta letniy kuxnya ham yasab olsanglar bo'ladi bu yerga. Havo olish uchun qilingan, juda zo'r chiqqan ekan. И родительский spalni, yotoqxona, ota-onalar uchun mo'ljallangan, ro'parasida magazin ko'rib turibsizlar, hamma narsa bor. Mahalla idorasi, juda zo'r joy, jim joy. Cho'sko'yda ham bemalol mashina o'tiradi, bemalol qo'rqmasdan yashaydigan joylar. Родительский spalni ichida hojatxona, dushovoy, kabina, rakvina, hamma narsa qilingan ekan. Teplый polda qilingan, regulyatorlari bu yerga joylashgan. Zinantigini bitta kladovka qilib qo'ysanglar ham bo'ladi. Shkaf yasatirib, ikkinchi qavatni ko'ramiz. Narxiga keladigan bo'lsa, $120 ming katta o'tishmaydi, sababi o'zi ancha qimmatga aylangan hovli ekan. O'tishsa $500 ming o'tishadi. Men aytdim, nima qilasizlar? Hammani ovora qilmanglar dedim. $120 ming chiqaringlar. 500 ming so'm sunnatiga o'tib beringlar, savdolarni qilinglar, pulinglarni olinglar, keyingilarni davom ettiringlar deb aytdim. Ikkinchi qavatga chiqqanimizda общий sanuzel bitta bor ekan. Boshqa sanuzel qilinmagan. Ko'ryapsizlar, kattagina. Yo'ngtislar qo'yilgan. Родительский yana bitta yotoqxona. Xo'p. Bu yog'imizda bitta yana yotoqxona deymiz, detskiy xona, bolalar yotoqxonasi. Teplый polda bor. Bu yerda bitta detskiy xona. Hozirgina kirib chiqdi joyi bor ekan. Hovlini tepasidan ko'rinishi. Hop, jaluzida qilingan, qo'shnini uyi ko'rinmasligi uchun. Bitta zo'r joyini ko'rsataman balkonga chiqqanda. Bu ikkinchi qavatni zali, yotoqxona qilib qo'ysanglar ham bo'ladi. Quyosh xudo xolos ko'ryapsizlar, mana shunday o'tib ketadi quyosh. Joyi zo'r. Transport, mana avtobus, men o'zim chetda turganim o'zida 3-4 tasi o'tib ketdi 10 minut ichida. Zo'r joyi. Bu yerdan qanaqa ko'rinadi, men bilmayman. Shuni ochib chiqmasa bo'lmaydi balkonga. Mana masjid bor. Katta jami masjid bor. Hovli tepadan ko'rinishi ketma-ket tushgan, bemalol nariga hovli ko'rinmaydigan darajada qilishgan. Xo'p, azizlar, eslatib o'taman, Toshmin postidan 6 kilometr, ATP mahallasi, 5 xonali uy puliga $120 ming. Shoshib olinglar, pastki raqamdagi bemalol murojaat qilaverasizlar, sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.